5-sinf tarix. 3-dars. Tarixda yil hisobi. Yil hisobining boshlanishi dastlab odamlar yil hisobini fasl almashinuviga qarab olib borganlar. Bunda ular hosilni yig'ishtirib olish pallasini yoz faslida boshlanadi. Birinchi yil deb belgilaganlar. Ya'ni hosilni yig'ishtirib olish pallasini yoz fasli deb boshlaganlar. Ba'zi bir xalqlar esa yil hisobini biror unutilmas voqea ro'y bergan vaqtdan boshlaganlar. Ana shu voqea sodir bo'lgan yil birinchi yil deb qabul qilingan. Masalan, qadimgi Yunonlarda yil hisobi muqaddas Olimp tog'i yonida o'tkazilgan birinchi Olimpiada o'yinlarida miloddan avvalgi 776-yillarda boshlangan deb hisoblaganlar. Qadimgi rimliklar yil hisobi aka-uka Romul va Remlarning Rim shahriga asos solganlarida, ya'ni miloddan avvalgi 753-yil deb boshlagan. Milodiy yil hisobi. Tarixda yil hisobini belgilashda olimlar era yoki milod so'zlarini ishlatadilar. Era lotincha so'z bo'lib, boshlang'ich raqam degan ma'noni bildiradi. Milod esa arabcha so'z bo'lib, tug'ilish degan ma'noni anglatadi. Tarix kitoblarida era va milod so'zlari bir xil ma'noda qo'llaniladi. Ya'ni bu ikki so'z yil hisobining boshi ma'nosini anglatadi. Yil hisobiga asos bo'lgan era yoki milod yuz bergan biror katta tarixiy voqea, hodisadan boshlanadi. Hozirgi paytda dunyoda ikki xil yil hisobi qo'llanilmoqda. Ularning biri milodiy, ikkinchisi esa hijriy yil hisoblaridir. Milodiy yil hisobiga Iso Masihning tug'ilgan kuni asos qilib olingan. Shu kunda milodiy birinchi yil boshlangan. Miloddan avvalgi falon yilda deyilganda Iso Masihning tug'ilgan kunidan olingan yillar tushuniladi. Milodning falon yili deyilganda esa Iso Masihning tug'ilgan kunidan keyingi yillar tushuniladi. Masalan, qadimgi Xorazm davlati miloddan avvalgi 700-yilda tashkil topgan. Xo'sh, bu davlat paydo bo'lgandan beri oradan necha yil o'tdi? Buni aniqlash uchun miloddan avvalgi 700-yilga milodning hozirgi 2007-yili qo'shiladi. Demak, qadimgi Xorazm davlati tashkil topgandan beri oradan 2707 yil o'tgan. Hijriy yil hisobi Saudiya Arabistoni, Suriya, Iroq va boshqa musulmon mamlakatlarida hijriy yil hisobi qo'llaniladi. Bu yil hisobi Muhammad payg'ambarning Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtdan boshlanadi. Bu hijrat Yuliy kalendari hisobi bo'yicha milodiy 622-yilning 16-iyulida sodir bo'lgan. Hijrat yili musulmonlarda birinchi yil deb qabul qilingan. Bir hijriy qamariy yil 354-355 kunga teng. Biz hozir milodiy 2007-yilda yoki hijriy 1428-yilda yashayapmiz. Milod tug'ilish ko'pchilik mamlakatlarda qabul qilingan amaldagi yil hisobi. Hijrat ko'chib o'tish islom davlatlaridagi yil hisobi. Buni yodda tutishimiz lozim. Hozir dunyoda ikki xil milodiy va hijriy yil hisoblari qo'llanilmoqda. Milodiy yil hisobiga Iso Masihning tug'ilgan kuni asos qilib olingan, hijriy yil hisobiga Muhammad Rasulullohning Makkadan Madinaga ko'chgan yili asos qilib olingan. 4-mavzu: kalendar va uning ahamiyati. Kalendar haqida. Kalendar vaqtni kunlarga, haftalarga, oy va yillarga bo'lib hisoblash tizimidir. Kalendarga yil, oy, hafta va kunlarning nomlari yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu kalendardan foydalanishda juda katta qulaylik tug'diradi. Kunlarni haftaga bo'lishni qadimgi xaldeylar yaratgan. Ular qadimgi Rim xudolari Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter, Saturn nomlari qatoriga Quyosh va oyni ham qo'shganlar. Bu bilan sayyoralar sonini 7 taga yetkazishgan. 7 raqamini muqaddas deb e'lon qilganlar. Keyinchalik muqaddaslashtirilgan 7 raqamidan vaqt o'lchovi 7 kundan iborat hafta hisobi o'ylab topilgan. Kalendarga qarab odamlar kundalik turmush va ish faoliyatlarini belgilab oladilar. Kalendar maktablarda o'quv yilining boshlanishi va tamom bo'lish kunlari, o'quvchilarning ta'til muddatlarini belgilashda foydalaniladi. Davlat ishlari ham kalendar asosida tuziladi.
Ko'rib turibmizki, inson va davlat hayotida kalendar juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham deyarli har bir oilada albatta qandaydir shakldagi osma, stol usti yoki cho'ntak kalendar mavjud. Qadimgi xaldeylar 7 muqaddas sayyora nomlarini quyidagi tartibda yozib chiqqanlar: Quyosh, Oy, Mars, Merkuriy, Yupiter, Venera, Saturn. Birinchi o'rin Quyosh, ikkinchi Oy, uchinchi Mars, to'rtinchi Merkuriy, Yupiter, Venera, Saturn. Buni yod olishimiz zarur. Ular haftaning har bir kuni shu muqaddas osmon jismlaridan birining hukmida bo'ladi deb hisoblaganlar. Turkistonda hafta kunlarining nomi fors, qisman arab tilida nomlangan. Bular yakshanba yak 1, dushanba du 2, seshanba se 3, chorshanba chor 4, payshanba panch 5, juma jam bo'lmoq, shanba. Kalendarning vatani. Kalendarning vatani qadimgi Misrdir. Qadimgi misrliklarning hayot mamoti Nil daryosi bilan bog'liq bo'lgan. Shu sababli daryoning toshish vaqtini aniq bilish misrliklar uchun nihoyatda zarur bo'lgan. Nil daryosi toshqiniga qadar kanallarni tozalab, to'g'onlarni tuzatib qo'yishlari kerak edi. Misrliklar daryoning yanagi toshqiniga qadar oradan 365 kun o'tishini hisoblab chiqqanlar. 365 kunni 30 kunlik qilib 12 bo'lakka bo'lganlar. Qolgan 5 kunni yil oxiriga qo'shimcha sifatida joylashtirganlar. Shu tariqa ilk kalendar vujudga kelgan. Biroq misrliklar yil hisobida 6 soatga yanglishgan edilar. Bu 6 soatlik farq har 4 yilda bir sutkaga xatolik keltirib chiqargan. Yuliy kalendari miloddan avvalgi 46-yilda Rim davlati hukmdori Yuliy Sezar misrliklar yaratgan kalendarga tuzatish kiritgan. Natijada yangi kalendar Yuliy kalendari deb atalgan. Yuliy Sezar nomidan olingan. Bu kalendarda ham yil 12 oyga bo'lingan. Juft oylardagi kunlar soni 30 kundan, toq oylardagi esa 31 kundan iborat qilib belgilangan. Fevral oyi esa 28 kunlik deb tasdiqlangan. Ma'lumki, bir yil 365 kun, 5 soat, 48 minut, 46 sekundga teng. Misr kalendari xatosini bartaraf etish maqsadida, ya'ni har 4 yilda to'planib qoladigan bir kunni to'ldirish uchun Yuliy kalendarida fevral oyi 4 yilda bir marta 29 kunlik qilib belgilangan. Shu tariqa kalendar ancha soddalashtirilgan. Fevral oyi 29 kunlik bo'ladigan bir yilda 365 emas, 366 kunni tashkil etgan.